Assalomu alaykum aziz nasib bo'lsa Buxoro mashina bozoridan Lada so'raganlar uchun mana Lada Vesta sedan deyilgan. Mana ko'rib turibsizlar, mashinamiz. Tashqari ishlari bilan ballonlar to'rtalasi ham yangi ballonlar bosib qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, ballonlar yaxshi. Orqa tarafdan ko'rinishi Lada Vesta. Xo'sh. Ochib qo'ysangiz ham ichkarini olayman. Salon qismidan ko'rsatib o'tamiz. Chixol pollik hammasi qilingan. Chixol polliklar qilingan Lada Vesta. Bosh mexanik, magnitofon, holati yaxshi, ishkalari ham chotki. Mana akalar metanlar qo'yilgan, metanlar bor. Zapaska, balon ключ, hamma narsalar bor. Xo'sh. Aka keling bu yoqqa bitta obzor qilib o'tgani. Xo'sh. Motor shart emas, aka keling. Lada Vesta. Xo'sh, 2000 nachi? 20? 2020? Ha, 20. 2020 yili. Xo'sh, probeg qancha aka? 55 ming euro. 55 mingta yurgan, chixol pollik qilingan, bez qarajat, metanlari ham bor. Qancha bo'ladi aka narxi? 9 ming deyapmiz. Narxi $9000. Ha. Kelishadigan joyi bor. Bor. Narxdan tashqari avtokredit qilsa bo'ladimi? Faqat narxmi? Narxda. Narxga? Narx ekan. Telefon nomeri aka? Telefon nomeringizni ayting. 99'likmi? 99'lik 623 1140 raqamga chiqarasizlar. Egalarining o'zidan akalar bozorga olib chiqqanlar, marhamat. Adres kerak aka, G'ijduvondan akalarimiz, G'ijduvondan aloqa chiqarasizlar.